Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Voyinkomat, ya'ni harbiy hisob organlari xodimlari ayrim fuqarolarning uyiga bevosita kelishi mumkinmi? Bu holat kimlarga tegishli? Ayniqsa pensionerlar nimaga tayyor turishi kerak? Bu mavzu faqat yosh yigitlarga emas, oilasida nafaqadagi ota-onasi, sobiq harbiy xizmatchisi, zaxiradagi mutaxassisi yoki harbiy hisobda turgan qarindoshi bor har bir odamga tegishli. Ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki bitta hujjatni e'tiborsiz qoldirish keyinchalik ortiqcha yugur jarima. Tushunmovchilik yoki noto'g'ri qaror qabul qilishga olib kelishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday murakkab masalalarni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval ko'pchilik voyinkomat deganda faqat chaqiruv yoshidagi yigitlarni tasavvur qilardi. Masalan, 15 yoshga to'lgan yigit o'qishga kirganmi, ishlayaptimi, sog'lig'i qanday, oilaviy holati qanday, shular tekshirilar edi. Odatda odamning o'zi chaqiruv qog'ozi olardi, belgilangan kunda borardi, tibbiy ko'rikdan o'tardi, hujjatlarni topshirardi. Pensionerlar esa ko'pincha bu ishlar endi bizga tegishli emas deb o'ylab yurardi. Lekin amaliyotda harbiy hisob faqat muddatli xizmatga chaqiriladigan yoshlar bilan cheklanmaydi. Zaxirada turgan fuqarolar, avval harbiy xizmatda bo'lganlar, muayyan harbiy mutaxassislikka ega bo'lganlar, ayrim sohalarda ishlaganlar, hatto yosh jihatidan pensiyaga chiqqan bo'lsa ham ma'lum muddatgacha hisobda turishi mumkin. Bu yerda asosiy farq shundaki, odam pensioner bo'lgani bilan avtomatik tarzda barcha harbiy hisob masalalaridan butunlay ozod bo'lib qolmaydi. Har bir holatda yosh sog'liq, avvalgi xizmat turi, harbiy unvon, mutaxassislik, hujjatlardagi yozuvlar va mahalliy organlarda turgan ma'lumotlar ahamiyatga ega. Endi nima o'zgardi degan savol tug'iladi. Eng katta o'zgarish shuki, davlat organlari ko'proq ma'lumotlarni joyida aniqlashga, harbiy hisobdagi eski, to'g'ri yoki yangilanmagan ma'lumotlarni tartibga solishga harakat qilmoqda. Oldin odam yillar davomida yashash manzilini almashtirib, lekin harbiy hisobni yangilamagan bo'lishi mumkin edi. Kimdir pensiyaga chiqqan, lekin eski ish joyida qolgan, ma'lumotlar yangilanmagan. Kimdir sog'lig'i yomonlashgan, nogironlik olgan, lekin bu ma'lumot harbiy hisob hujjatlarida aks etmagan. Shunday vaziyatlarda xodimlar telefon qilishi, chaqiruv qog'ozi yuborishi yoki ayrim hollarda manzilga kelib ma'lumotni tekshirishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men sizga haqiqatni tushuntiryapman. Voyinkomat xodimi uyga keldi degani, odamni darhol olib ketishadi degani emas. Ko'p holatda bu faqat ma'lumot aniqlash, hujjat topshirish, chaqiruv qog'ozini yetkazish, ro'yxatni solishtirish yoki shaxsning haqiqatan shu manzilda yashashni tekshirish bo'ladi. Lekin odam tayyor bo'lmasa, hujjatni topolmasa, asabiylashsa, noto'g'ri gap aytsa, men pensionerman, menga tegmanglar deb eshikni yopib qo'ysa, masala murakkablashishi mumkin. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi toifa avval harbiy xizmatni o'tagan pensionerlar. Masalan, odam 25 yoshda harbiy xizmatda bo'lgan, keyin oddiy ishda ishlab 30 yoshda pensiyaga chiqqan. Uning qo'lida harbiy bilet bor. U o'zini oddiy pensioner deb biladi. Lekin harbiy biletda zaxira bo'yicha qaydlar, harbiy mutaxassislik kodi, sog'liq toifasi, ro'yxatda turish joyi yozilgan bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumotlar 20 yil oldingi manzil bo'yicha qolib ketgan bo'lsa, voyinkomat yangi manzilni aniqlashga harakat qiladi. Ikkinchi toifa sobiq harbiylar, ichki ishlar, chegara, favqulodda vaziyatlar yoki boshqa tizimlarda xizmat qilganlar. Bunda insonlar pensiyaga chiqqan bo'lsa ham hujjatlarda xizmat tarixi, unvoni, maxsus tayyorgarligi bo'ladi. Misol uchun, 58 yosh sobiq aloqa mutaxassisi bor. U pensiyada, lekin avval harbiy aloqa bo'yicha ishlagan. Agar hududda zaxira mutaxassislar ro'yxati yangilanayotgan bo'lsa, undan hujjatlarni ko'rsatish yoki ma'lumotlarni tasdiqlash so'ralishi mumkin. Bu darhol xizmatga chaqirish degani emas, lekin hisobni aniqlash uchun asos bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa harbiy hisobdan chiqarilmaganini bilmaydigan pensionerlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam men 65 yoshdaman, allaqachon chiqarilganman deydi. Lekin qo'lida buni tasdiqlovchi belgi yo'q. Harbiy biletda tegishli yozuv yo'q yoki umuman hujjatni yo'qotgan. Ana shunda eng katta muammo boshlanadi. Chunki odamning og'zaki gapi yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjatda nima yozilgani, bazada nima turgani, qaysi sana bilan hisobdan chiqarilgani muhim. To'rtinchi toifa
farzandi yoki nevarasi chaqiruv yoshida bo'lgan oilalar. Ba'zan voyinkomat xodimlari uyga kelganda eshikni pensioner ota yoki ona ochadi. Ular bu menga tegishli emas deb o'ylab chaqiruv qog'ozini olmaslikka harakat qiladi. Lekin hujjat farzandiga yoki nevarasiga tegishli bo'lishi mumkin. Agar uyda ro'yxatda turgan chaqiriluvchi bo'lsa, chaqiruv qog'ozini yetkazish jarayonida oila a'zolari ham vaziyatni to'g'ri tushunishi kerak. Keling, birinchi hayotiy misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 62 yoshli erkakni tasavvur qiling. U 1960 yillarda harbiy xizmatni o'tagan, keyin zavodda ishlagan, hozir pensiyada. Yashash joyini 2 marta almashtirgan, lekin harbiy biletini hech qachon yangilatmagan. Mahalla orqali ma'lumot tekshirganda uning eski manzili ko'rinadi. Xodimlar kelib, "Siz shu yerda yashaysizmi? Harbiy biletingiz bormi? Hisob qayerda turibdi?" deb so'rashi mumkin. Agar u hujjatni ko'rsatsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlarini solishtirsa, masala 10 daqiqada hal bo'ladi. Agar "Men hech narsa bilmayman, ketaveringlar" desa, keyin uni bo'limga chaqirishadi, tushuntirish yozdirishadi. Hujjat tiklash talab qilinadi. Ikkinchi misol, 67 yoshli pensioner ayolning o'g'li chet elda ishlaydi, lekin ro'yxatda onasining uyida turibdi. Voyinkomat xodimi o'g'liga chaqiruv yoki hisobni aniqlash qog'ozi olib keladi. Ona "O'g'lim uyda yo'q, men olmayman" deydi. Bu vaziyatda eng to'g'ri yo'l hujjat kimga kelganini aniqlash, xodimning ism, familiyasi va lavozimini so'rash, qog'oz mazmunini o'qish. Agar imzo qo'yish talab qilinsa, qabul qildim. Lekin fuqaro hozir chet elda degan mazmunda izoh yozish mumkinligini so'rash. Chunki qog'ozni umuman olmaslik keyinchalik chaqiruvdan yashirinyapti degan noto'g'ri taassurotga olib kelishi mumkin. Uchinchi misol. 25 yoshli sobiq praporshik pensiyaga chiqqan, sog'lig'i sababli ishlamaydi. Uning yurak kasalligi bor, lekin harbiy hisob hujjatida sog'liq holati eski bo'yicha turibdi. Agar undan ma'lumot so'ralsa, u faqat kasalman deb aytib qo'ymasligi kerak. U tibbiy hujjatlarni, tashxis qo'yilgan ma'lumotnomalarni, nogironlik bo'lsa, tegishli hujjatni tayyorlab qo'yish kerak. Chunki og'zaki gap emas, rasmiy hujjat inobatga olinadi. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz yosh bo'yicha harbiy hisobdan rasman chiqarilgan bo'lsangiz, harbiy biletingizda yoki tegishli ma'lumotnomada bu belgi bo'lsa, manzilingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, sog'liq va shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Shunda uyga kelishsa ham siz hujjatni ko'rsatasiz, vaziyatni tushuntirasiz va masala yopiladi. Lekin men xavotir olmayman degani, men hujjatsiz yuraveraman degani emas. Endi istinolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan nuanslarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, xodimning uyga kelishi qonuniy tartibda bo'lishi kerak. Siz oddiy fuqaro sifatida eshikni ochganingizda avvalo o'zingizni xotirjam tuting. Xodimdan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rashga haqlisiz. Bu qo'pollik emas, bu normal ehtiyot chorasi. Chunki ayrim firibgarlar ham rasmiy organ nomidan foydalanib odamlarni chalg'itishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar ishonuvchan bo'ladi. Kimdir kelib voyinkomatdanman, jarima bor, pulni hozir bering desa, bunday vaziyatda darhol shubhalanish kerak. Rasmiy jarima uy oldida naqd pul bilan undirilmaydi. Ikkinchi nozik masala imzo qo'yish. Ko'pchilik imzodan qo'rqadi. Aslida imzo har doim ham aybni tan olish emas. Ba'zan imzo faqat hujjatni olganingizni bildiradi. Lekin nimaga imzo qo'yayotganingizni o'qimasdan imzo qo'ymaslik kerak. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, ko'zoynak taqing, farzandingizni chaqiring. Xodimdan matnni ovoz chiqarib o'qib berishni so'rang. Agar hujjatda sizga tushunarsiz joy bo'lsa, mazmuni tushuntirildi degan joyga imzo qo'yishdan oldin savol bering. Men har doim aytaman, eng yaxshi himoya bu janjal emas. Hujjatni tushunib harakat qilish. Uchinchi nozik masala pensionerning sog'lig'i. Agar odam yura olmaydigan bo'lsa, og'ir kasalligi bo'lsa, ko'zi ojiz bo'lsa, eshitishi yomon bo'lsa, demensiya yoki boshqa ruhiy holatlar bo'lsa, buni yashirmaslik kerak. Aksincha rasmiy tarzda ko'rsatish kerak. Masalan, 72 yoshli kishi hujjat bo'yicha biror hisobda ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin, lekin real hayotda u insultdan keyin yotib qolgan. Bunday holatda oila a'zolari tibbiy ma'lumotnomani, nogironlik hujjatini, davolanish tarixini ko'rsatadi va yozma ariza bilan fuqaro sog'lig'i sababli kela olmaydi. Tekshiruv joyida yoki hujjatlar asosida ko'rib chiqishingizni so'raymiz deb murojaat qilish mumkin. 4-chi nozik masala yashash joyi va ro'yxat. Juda ko'p muammolar aynan ro'yxatdan kelib chiqadi.
odam bir joyda ro'yxatda, boshqa joyda yashaydi. Voyinkomat esa ro'yxatdagi manzilga boradi. U yerda boshqa qarindoshlar yashaydi. Keyin nega kelmadingiz degan savol tug'iladi. Shuning uchun harbiy hisobdagi shaxslar, hatto pensioner bo'lsa ham o'z hujjatlarida manzil to'g'ri ekanini tekshirishi zarur. Agar ro'yxat o'zgargan bo'lsa, tegishli organlarga xabar berish kerak. 5-nozik masala. Chaqiruv qog'ozi bilan oddiy ma'lumot so'rovini farqlash. Hamma qog'oz bir xil emas. Ba'zi hujjatda falon sanada falon bo'limga kelish deyiladi. Ba'zisida ma'lumotlarni aniqlash uchun deyiladi. Ba'zisida tibbiy ko'rik haqida yoziladi. Ba'zisida farzand yoki boshqa shaxsga tegishli bo'ladi. Shuning uchun hujjatni o'qimasdan vahimaga tushish kerak emas. Qaysi sana, qaysi manzil, qaysi xona, qaysi masala, kim nomiga kim tomonidan berilgan, telefon raqami bormi, muhr bormi, bularning hammasini tekshiring. 6-nozik masala. Men pensionerman, demak menga hech narsa bo'lmaydi degan xato fikr. Pensionerlik ijtimoiy maqom, harbiy hisob esa alohida huquqiy masala. Albatta, yosh, sog'liq, xizmatkorlik juda katta rol o'ynaydi. Lekin pensionerlikning o'zi har doim ham barcha rasmiy chaqiruv yoki ma'lumot aniqlash jarayonlaridan ozod qilmaydi. Shu sababli odam men umuman bormayman demasdan avval qog'ozni o'qishi, sababini bilishi, keyin zarur bo'lsa yozma ravishda javob berishi kerak. 7-nozik masala, telefon orqali chaqirish. Ba'zan xodimlar telefon qiladi. Telefon orqali chaqirish ham ma'lumot berish uchun ishlatilishi mumkin. Lekin siz telefon qilgan odam haqiqatan rasmiy xodim ekanini tekshirishingiz kerak. Agar telefon orqali sizdan pasport rasmi, bank karta ma'lumotlari, pul, SMS, kod so'ralayotgan bo'lsa, bu xavfli. Voyinkomat bank kartangizdagi kodni so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, o'zingiz rasmiy bo'lim telefonini topib, qayta qo'ng'iroq qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pensioner bo'lsangiz ham harbiy biletingizni toping. Agar yo'qolgan bo'lsa, buni kechiktirmang. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa uning guvohnomasi. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar, avvalgi xizmatga oid hujjatlar alohida papkada tursin. Uyga xodim kelganda odam hujjat qidirib, asabiylashib ketmasligi kerak. Ikkinchi qadam, harbiy biletdagi yozuvlarni tekshiring. Unda familiya, ism, tug'ilgan sana, manzil, harbiy mutaxassislik hisob bo'yicha qaydlar chiqarilgan yoki chiqarilmaganligi haqidagi belgilar bo'lishi mumkin. Agar hujjat juda eski bo'lsa, o'qib bo'lmaydigan holga kelgan bo'lsa, sahifalari yirtilgan bo'lsa, uni yangilash yoki ma'lumotni aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Buni muammo chiqqandan keyin emas, oldindan qilgan yaxshi. 3-qadam, oilangizga tushuntiring. Uyda pensioner ota-onangiz bo'lsa, ularga oddiy qilib ayting. Agar rasmiy xodim kelsa, avval guvohnomasini ko'ring, hujjatni o'qing, hech kimga pul bermang. Tushunmasangiz menga telefon qiling. Bu juda muhim. Chunki ba'zan yoshi katta odamlar qo'rqib ketadi yoki aksincha keskin javob beradi. Ikkalasi ham foydali emas. Xotirjamlik, hujjat, yozma izoh va tekshiruv eng to'g'ri yo'l. 4-qadam. Agar chaqiruv yoki ma'lumot qog'ozi kelsa, sanani o'tkazib yubormang. Agar bora olsangiz, belgilangan kunda boring. Borganingizda hujjatlarni olib boring. Savollarga aniq javob bering. Keraksiz bahsga kirmang. Agar bora olmasangiz, masalan kasalsiz, yotib qolgansiz, boshqa shahardasiz, darhol telefon qilib yoki yaqinlaringiz orqali yozma ariza yuboring. Arizada sababni ko'rsating, tasdiqlovchi hujjatni ilova qiling. Men bormadim. Chunki xohlamadim bilan men bormadim. Chunki shifoxonada davolanyapman. Mana hujjat o'rtasida katta farq bor. 5-qadam. Har qanday muloqotni imkon qadar yozma iz qoldirib olib boring. Agar ariza topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydiring. Agar elektron murojaat imkoniyati bo'lsa, tasdiq raqamini saqlang. Agar telefon orqali gaplashsangiz, kim bilan gaplashganingizni, sanani, vaqtini yozib qo'ying. Bu keyin siz aytmagansiz yoki biz bilmaganmiz degan tortishuvlarni kamaytiradi. 6-qadam, tibbiy hujjatlarni yangilang. Ayniqsa pensionerlar uchun bu juda muhim. Yurak kasalligi, qon bosimi, diabet, insult, operatsiya, nogironlik, ko'rish yoki eshitish muammolari bo'lsa, bularning hammasi rasmiy hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Poliklinikadan ma'lumotnoma oling, shifokor xulosalarini saqlang. Agar sizga tibbiy ko'rikdan o'tish aytilsa, eski tashxislarni og'zaki aytib qo'yish bilan cheklanib qolmang. Hujjat olib boring. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling.
Men yana takrorlayman, uyga kelgan odam pul talab qilsa, bank kartangizni so'rasa, hozir to'lamasangiz olib ketamiz deb qo'rqitsa, bu juda shubhali. Rasmiy jarayonlarda hujjat, muhr, ro'yxat, bo'lim manzili va qonuniy tartib bo'ladi. Siz xodimning ism familiyasini yozib olishingiz, guvohnomasini ko'rishingiz. Zarur bo'lsa, mahalla yoki rasmiy bo'limga qo'ng'iroq qilib tekshirishingiz mumkin. 8-qadam, agar siz haqiqatan ham harbiy hisobdan chiqarilgan bo'lsangiz, buni tasdiqlovchi hujjatni tayyor tuting. Ko'pchilik mening yoshim o'tgan deydi, lekin hujjat ko'rsata olmaydi. Eng yaxshi holat shuki, sizda harbiy biletda tegishli belgi bor yoki bo'limdan olingan ma'lumotnoma bor. Ana shunda uyga kelgan xodimga ham. Bo'limga borganingizda ham masala ancha tez hal bo'ladi. 9-qadam, farzandlaringiz va nevaralaringizning ro'yxatini ham tekshiring. Agar chaqiruv yoshidagi yigit chet elda bo'lsa, boshqa shaharda o'qiyotgan bo'lsa, ishlayotgan bo'lsa, vaqtincha yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bu haqda hujjatlar bo'lishi kerak. O'qish joyidan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma, chet elda bo'lsa tegishli hujjatlar. Bularning hammasi oiladagi pensioner ota-onani ham ortiqcha bosimdan saqlaydi. Chunki xodimlar uyga kelganda ular javob berishga majbur bo'lib qoladi. 10-qadam. Hech qachon yolg'on ma'lumot bermang. Uyda yo'q deyish mumkin. Agar rostdan ham uyda bo'lmasa, lekin odam uyda bo'la turib yashirinishi, boshqa manzilni aytishi, hujjatni ataylab yashirishi vaziyatni og'irlashtiradi. To'g'ri yo'l shuki, real holatni ayting, tasdiqlovchi hujjat bering. Zarur bo'lsa yozma izoh qoldiring. Rasmiy organ bilan ishlashda eng kuchli pozitsiya bu rost ma'lumot va tartibli hujjatdir. Men yana bir muhim narsani aytmoqchiman. Agar voyinkomat xodimi uyga kelsa, bu holatni darhol siyosiy vahma, urush, majburiy olib ketish yoki ommaviy chaqiruv deb talqin qilish shart emas. Ko'pincha bunday tashriflar oddiy hisob-kitob, ro'yxatni yangilash, manzilni aniqlash, hujjatni topshirish bilan bog'liq bo'ladi. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, beparvolik qilish ham to'g'ri emas. Menga tegmaydi deb yillar davomida hujjatni yangilamaslik keyinchalik o'zingizga muammo bo'lib qaytadi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensioner bo'lish va hukumat masalalarida avtomatik ravishda hamma narsadan ozod bo'lish degani emas. Agar siz yoki yaqinlaringiz harbiy hisobda turgan bo'lsa, avval xizmat qilgan bo'lsa, sobiq harbiy mutaxassis bo'lsa yoki chaqiruv yoshidagi farzand bilan bir manzilda ro'yxatda tursa, hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Uyga xodim kelsa vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Guvohnomani tekshiring. Hujjatni o'qing, imzodan oldin mazmunini tushuning. Pul bermang. Kerak bo'lsa yozma ariza bilan murojaat qiling. Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning hududingizda voyinkomat xodimlari uyma-uy yurib ma'lumot aniqlayaptimi yoki yo'qmi? Sizda yoki tanishlaringizda shunday holat bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam o'zini ham, oilasini ham ortiqcha muammo va vahimadan himoya qiladi.